Assalomu alaykum yoshlar telekanalini kuzatayotgan aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz Turkiston san'at saroyidamiz. Mohina bugun nega shart ko'tarib oldingiz? Eshitmadingizmi? Bolajon telekanali 13 yoshga to'libdi. Ha, aytgancha va aynan bunga atab ushbu saroyda bolajonlarimiz uchun konsert dasturi o'tkazilmoqda. Bugun biz sizlar bilan sahna va sahna orti jarayonlariga birgalikda guvoh bo'lamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamasizlarmi? Bugun mana bolajon telekanali 13 yoshga to'libdi. O'shanga o'zingiz treylaringiz qanaqa? Tug'ilgan kuni bilan tabriklar. Bolajon kanaliga tug'ularim juda ham baland. Bolajon kanalini biz bolalarim bilan постоянно ko'ramiz. Hozir mana mana shu bayramda o'zimni ikkita farzandim ham ishtirok etyapti, chiqyapti sahnaga. Xudo xolisa kelgan bolajonlarni o'zlarini raqslar bilan zo'r tabriklab berishadi. Aha. Bolajon kanaliga omad, bundan ham martabaligi baland bo'lsin. Bugun Bolajon kanalining 13 ga to'lgan kuni ekan. Biz rosa ham xursandmiz. Shunga biz ham tushdik. Mana bolalarimiz ham shu yerda ishtirok etishyapti. Bundan ham bu kanalga ishlarda omad, muvaffaqiyat tilayman. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi. Bolajon telekanalini kuzatib turasizmi? Ha. Sizga nimasi yoqadi bolajon telekanali? Multfilm bo'ladi. Qaysi multfilm? Masha Medved. Ha. Bugun mana bolajon telekanali tug'ilgan kuni 13 yoshga to'ldi. Siz necha yoshsiz? 7. Ana sizga xuddi akadek ekan. O'zi qanday treylaringiz aytingchi? Bu tug'ilgan kuni bilan tabriklab. Omadagi yaxshi bilamiz. Rahmat. Men bilan sahna ortida bo'lamiz. Qani ketdik. Kelinglar bolajonlar. To'xtanglar. Ana hammanglar bilan gaplashamiz. Kelinglar. Mana hozir hammanglar mana masalan sahnaga chiqasizlar. Qanaqa chiqishinglar bor? To'xtanglar, bitta so'rayman, xo'p? Siz qanaqa chiqishni qilasiz? Chiqmaydi. Chiqmaysizmi siz? Mayli. Siz nima chiqish? Siz ham bular bilan birga? Ha. Biz Ajarskiy raqsni olib chiqmoqchimiz. Ha. Sizlar Sharqonadamiz. Sharqona? Ha, Sharqona juniordan. Bolajon shouga chiqargan qizlar bolalarga hammalarga salom. Bu yoqqa. Mana. Kameraga. Hammalarga salom. Biz bugun bolajonga chiqamiz. Sizlar ko'rayotganmiz. Sizlar 13 yoshda, qaranglar, shuncha yil. 13 yoshda. Siz o'zingiz necha yoshsiz? O'zim 9 yoshdaman. Voy, sizdan ham katta ekan. Akadek ekan sizga. Qarang bolajon telekanali. Kelinglar, kim gapiradi? Qani to'xtang. Kelinglar. To'xtanglar, bitta. Homini gapirib Kelinglar. Ya, hozir to'xtanglar. Keling, sizdan boshlaylik. Bular katta ekanlar. Farzoshka. Mana. Bolajon telekanalini mana kuzatib borasizmi o'zingiz? Boraman. Bolajonni 13 yoshga to'lgani bilan bir tabriklab qo'ying. Hamma ko'rsin. Bolajonni 13 yoshi bilan tabriklayman. Butun bizning guruhimiz bilan va yana kattaroq yoshlarga bo'lishini tilayman. Qani men ham sahna ortidan bir xabar olib ko'raychi, qani ketdik. Assalomu alaykum. Hormanglar, charchamasizlar. Assalomu alaykum. Intervyu qilyapti. Sizlarga ish bilan qilyapsizlar. Nima gap deydik? O'zingizda nima gap? Tayyorgarliklar qanaqa? Tayyorgarliklar 0, umuman tayyorgarlik ko'rganimiz yo'q. Desam. Tayyorgarliklar zo'r rostdan, ko'z tegmasa. Endi bu MTRK tarixida birinchi marotaba bo'lyapti. Aynan shuncha yillar mobaynida xizmat qilgan aynan xodimlarni bolajonlari uchun bu kayfiyat ko'tarish. Menimcha bayram arafasida hozir bog'chalar yopiq, hamma bolalarni stiklini olib kelgan. Chunki bugun haqiqiy shou bo'ladi. To'g'ri 13 raqamini ko'pchilik baxtsizda u yoq bu yoq deydi, lekin bular ataylab shu 13 ni nishonlayapti. 10 ni ham nishonlasa bo'lardi. 14 ni ham nishonlasa bo'lardi. 12 ham nishonlasa bo'ladi. Xullas bu yerda hamma narsa bo'lishi mumkin aziz do'stlar. Atrofda ular bola, kattalar ham bor, hamma yaltir-yultir liboslar. Xullas bugungi shou haqiqiy bir bayramona kayfiyatda bo'ladi. Shu o'rinda bolajon telekanalini 13 yosh bilan tabriklab keting. Shu o'rinda bolajon telekanalida albatta 13 yosh muborak bo'lsin. 100 yoshda ham albatta sizlarni tabriklash sharafiga muyassar bo'laylik. To'g'ri, u paytda biroz qarigan yoki bir nima bo'lishimiz mumkin, lekin eng muhimi ovozimizni eslarsizlar degan umiddamiz aziz do'stlar. Xat yozib turinglar, konvertlar. Rangini bilasizlar. Bo'pti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ishingiz qiyin emasmi? Yo'q, unchalik emas. Bo'yingiz ancha baland ekan. Yaxshimi? Qalay bo'pti tayyorgarliklar? Tayyorgarliklar yaxshi. Bolalar qiynab tashlashmadimi? Yo'q, yaxshi. Bolalar bilan yoshlikka qaytib, Albatta, agar qilayotgan ishingiz o'zingizga yoqsa, uni qiyinchiligi bo'lmaydi deb hisoblayman men.
To'ppa to'g'ri. Mayli, bolalarni xursand qilishda davom eting. Rahmat. Bolajonni 13 yosh bilan tabriklab qo'ymaysizmi? Ha, bolajon 13 yoshing bilan tabriklayman. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Kayfiyatim juda ham yaxshi, ayniqsa mana bu bolajonlarni ko'rib, bolajonlarni quvonchini, tabassumini ko'rib, o'sha bolalikka beixtiyor qaytgim kelib turibdi. Yurak bag'rim g'alati bo'lib, bilmayman, boshqacha bo'lib turibman bolachalarga qarab. Bolajon telekanalini kuzatib turasizmi? Albatta, tez-tez bo'lmasa ham kuzatib turaman. Mhm, Endi chunki hali farzandlarim yo'q. Bolacha kanalini sal kamroq ko'ramiz, lekin ko'rib turamiz. Tayyorgarliklar qanaqa bugungi tadbirga? Bugungi tayyorgarlik juda ham zo'r. Yuqorida aytganimdek, ayniqsa bolajonlarning tayyorgarligidan biz yana ham motivatsiya, yana ham ruh olyapmiz. Chunki hammasi tetikda, bularni qarang, yonib turishibdi. Shunaqa. Ko'z tegmasin. Bolajon telekanalini 13 yosh bilan birga tabriklaymiz. Mana bugun Bolajon telekanali 13 yoshga kiryapti. Kimdir mana shu kanal bilan teng yoshda bolachalarimiz yoki mana shu kanaldan keyin kichkinaroq yoshlari nima bo'lganda ham Bolajon telekanalining barcha muxlislarini bugungi bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Ushbu bayram milliyligimiz timsoli doira sadolari bilan ochib berildi. Barcha assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Turkiston san'at saroyida diydorlashtirganimizdan benihoya xursandmiz. Juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum kichkintoy bolajonlar, dunyoni qutqaradigan qahramonlarimiz va ularning onajon, otajonlari, buvijon, buvajonlari. Barchangizga kirib kelayotgan bayram, ya'ni 1-iyun xalqaro bolalar kuni muborak bo'lsin. Hozir sizlar sahnadan chiqdinglar. Qanaqa hissiyotlar ichingizdan o'tyapti? Ozgina hayajon bo'ldi, lekin yaxshi o'tdi. Yaxshi o'tdi. Ko'nglingiz to'qmi? Ha. Siz gapiringchi. Hayajon bor edi, to'g'risi. Ustozimizga rahmat. Bizga немножко yordam berishdi. Hammasi zo'r o'tdi. Qalaysizlar, charchamadinglarmi? Yo'q. Hayajonli bo'lmadimi? Yo'q. Qalay bo'ldi chiqishinglar? Zo'r. Nima, hayajonli xatolar bo'lmadimi? Nima deysiz? Hayajon ozgina bo'ldi, keyin o'sha anaqa yaxshi bo'lib ketdi. Hammasi hayajonlar bosildi. Shu raqsinglar qaysi joylar qiyin bo'ldi sizlarga? Hech qaysi bir, hammasi zo'r. Ustozinglar kim sizlarni? Ataylar Ravshanova. Kelinglar, qara, hammamiz 1 2 3 ga tabriklaymiz deymiz, xo'pmi? 1 2 3 tabriklaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat. Bolajon kanali 13 yoshga to'libdi. Iloyim 130 yoshga kirganda ham mana shunday kelib, qatnashib, mana shu xursandchilikka sherik bo'lish bizga nasib qilsin. Sizlar ham ilohim ijodlaringizga omad. Bolajon kanalini tabriklaymiz. Har doim mana shunday birga ijodlar qilib yurish nasib qilsin. Qaysi viloyatdan keldinglar? Buxorodan keldik. Buxorodan. Uzoq yo'lni bosib kelibsizlar. Ha, endi oddiy tadbir emasda. Jajjimiz bilan. Nima chiqish qilyapsizlar? Jamoliddin Shuntaka Instagramda bu 160 ming ta obunachisiga ega. Blogermisiz-ku? Bloger, qo'shiqchi. Shunga taklif qilishgan edi. Buxorocha endi dadavacha Buxorocha bitta qo'shiq o'qiymiz. Ana undan keyin Jamoliddin Shuntakani o'zini Bujon haqida qo'shiq yozgan. O'sha Bujon qo'shig'ini kuylab beradi. Nafaqat 13 yillik tavallud, balki 1-iyun bolalar kuniga bag'ishlangan ushbu bayramga mehmon san'atkorlar ham tashrif buyurishdi. Qanaqa chiqish qilyapmiz? Andijon polkami? Andijon Ajariskiy. Ajariskiy bu o'g'il bolalar raqsi, qiz bolalarniki ham bor, Andijonda o'g'il bolalarniki ham, lekin Ajariskiy o'g'il bolaning raqsi. Lekin qizlarga o'g'il bolaning raqsini ham qila olishimizni ko'rsatyapmiz. Sizlar qanaqa chiqish qilasizlar? Andijoncha Andijonchaga o'g'il bola o'ynamasmidi? o'g'il bola To'xtanglar, bitta. Biz bolalar o'g'il bolachani o'ynashga qodirligini ko'rsatamiz hozir. Qarang, qizlar bizga belbog' bo'lishadi. Ha, xo'p, chin rahmat. Hozir mana chiqishlaringizni ko'rdik. O'zingizda hayajon bo'lmadimi sahnada? Endi bo'ldi, lekin hayajonni baribir yengib o'tishga harakat qildik, qo'ldan kelgancha. Aha, ijroingiz, ovozlaringiz juda ham chiroyli ekan. Bu sizda tug'ma talantmi yoki o'zingiz rivojlantirganmisizmi? Talant desam bo'ladi. 3-4 yoshimdan musiqa aytishga qiziqqanman. Aynan mana shu san'at sohasiga kirib ketishga kim turtki bo'lgan sizga? Birinchi o'rinda onajon. Bugungi qo'shig'ingizni kim uchun bag'ishladingiz aynan shu sahnada turib?
bolalar uchun. Masalan, vatan, bolalar ham biz ham vatanni himoya qilishimiz kerak-ku. Farzandingiz sahnada bo'lganlarida ichingizdan qanaqa hissiyotlar o'tdi? Qadam hayajon nima bo'ladi? Albatta, hayajonni yengib, mana bugun bayramlarni o'tkazib oldik. Bolajon kanaliga 13-yilligiga bilan tabriklaymiz. Bundan ham nima bo'lsin, bardavom bo'lsin Bolajon kanali. Bundan tashqari animatorlar tomonidan qiziqarli chiqishlar, ko'ngilochar o'yinlar va sovg'alar, eng asosiysi esa unutilmas lahzalar taqdim etildi. Qaysi chiqish sizlarga ko'proq yoqdi? Sizgachi? Menga ham. Sizga ham o'sha yoqdimi? Xursandmisizlar? Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Endi hammaga baxt qo'yamiz. Bugungi bolajonlarimiz uchun bo'lgan bayramga yuqori kayfiyatda o'tdi. Darhaqiqat bolalar nafaqat o'rindiqlarni, balki sahnani ham to'ldirib yuborishdi. Albatta, eng asosiysi shu-ku. Va shu o'rinda Bolajon telekanalini bugungi tavalludi bilan yana bir bor qutlaymiz. Sizlar esa yoshlardan uzoqlashmang. Ko'rganda ko'rishguncha.